Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asrorul uzamo deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsizlar. Bu darslarimizda tarix islomiyaning ulug' shaxsiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Hozirda yoshlarimiz mana shu ulug'larimizning hayotini bilishlikka, ularni tanishlikka juda ham muhtoj. Ana shu ulug'larimizni ayrimlarini ismini eshitganmiz, ayrimlarini ismini ham eshitmaganmiz. Ismlarini eshitganlarimizni ham faqatgina ular haqida ozgina ma'lumotimiz bor. Masalan, Ibn Sino kim bo'lgan desa, tabib bo'lgan, faylasuf bo'lgan bo'ldi. Bu yog'ichi? Bu yog'i hech narsa yo'q. Bugungi qahramonimiz birodarlar, bugungi darsimiz Abu Ali ibn Sino haqida. Bu kishi haqida nimani bilamiz? Jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan O'rta Osiyolik ana shunday bir buyuk qomus olimi, G'arbda Avicenna nomi bilan tanilgan Abu Ali ibn Sino. Biz Ibn Sino deb bilamiz. U kishining to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino. Bu kishi 370-hijriy yili Safar oyida Buxoroga yaqin bo'lgan Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. Bu milodiy yilga 980-yilga to'g'ri keladi. Avvaldan aytib qo'yaylik, bu kishi 60 ga kirmagan ekan. 60 ga yetmagan, ammo tarixda nomi qoldi. Nimasi bilan? Nimasi bilan? Ibn Sinoning otasi va uning akasi zalolatga ketgan Ismoiliya toifasiga mansub bo'lib ketgan edi. Bu islom aqidasidan, sof aqidadan chetga chiqib ketgan Ismoiliylar. Ammo Ibn Sino ularni bu ishiga rozi emas edi. Ismoiliylar islomdan adashgan toifa bularning ishiga qarshi bo'lgan edi. Aytar ediki, men ularda aytayotgan gapini eshityapman. Nima deyotganligini tushunib turibman, lekin qalbim bunga rozi bo'lmaydi der edi. Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi. Yana bir kar aytamiz. Kishi o'zi uchun bir sohani tanlaydi va asosiy kuch-quvvatini, mehnatini, e'tiborini mana shu bitta sohaga burishligi kerak. Ha, albatta boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lishi zarur, lozim. Lekin bitta sohani tanladimi, shuni oxiriga yetkazishlik kerak bo'ladi. Ibn Sino tabobatga oid kitoblarni o'qishga kirishdi va qisqa muddat ichida odamlarning orasida mana shu tabobat ilmida ko'zga ko'rindi. Ibn Sino aytar edi, bunaqa qisqa muddatda odamlardagi ko'zi ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmaslik kerak. Chunki tabobat qiyin ilm emas derdi. Bu qisqa muddatda ichida ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmanglar. Chunki tabobat qiyin ilm emas derdi. Meditsina qiyin emas ekan. Ibn Sino uchun bu fan qiyin emas ekan. Ha, buni qiyin emasligini mana shu meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan talablardan so'rang. Ana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan talabalarning ishi bilan boshqa fakultetda o'qiyotgan talabalarning ishini taqqoslab ko'ring. Lekin Alloh taolo bu kishiga g'ayrioddiy zakovat bergan, mana shunday bir yosh bo'lib turib tabobatda o'zini yurtida ko'zga ko'rindi. O'zini kuchli zakovati bilan tabobatni oson o'rgandi. Shu paytda yoshi 16 da edi. 18 ga kirmagan bola tabobatdagi ustozlardan biriga aylandi. Nimasi bilan? Telefon o'ynash bilan emas bolalar. Internet tayda o'tirish bilan emas, kompyuter o'ynab serial ko'rish bilan emas, kitob o'qish bilan. Ko'p aytyapmiz, hammasi kitob o'qiganini gapiramiz. Endi domla u paytda telefon bo'lganda, kitob o'qishganda deysizlar. Hozir ham kitob bor birodarlar. Xususan mana tolibiy ilmlar qaysi fakultetda o'qishdan qat'iy nazar o'ziga bir vazifa qilib olsa bo'ladi. Bir yilda mana shu o'zimni sohamga tegishli 20 ta kitobni o'qiyman deb. O'qimasam moncha ishtaram. Yoki o'qimasam monchaga ro'za tutaman. Bir nazr qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Masalan, o'qimasanglar ham o'tdi bir yil, to'g'rimi? Mana o'quv yili tugadi, studentlar. O'qisanglar ham o'tdi kun, o'qimasanglar ham o'tdi. 16 ga kirgan bola tabobatda Buxoroda ko'zga ko'ringan kishilardan bo'lib yetishdi. Ibn Sinoning ilm sohasidagi dastlabki ustozi Abu Abdulloh Notili edi. U kishi faylasuf, mantiq ilmini sohibi edi. Xalq orasida u kishining laqabi mutafalsif, ya'ni falsafachi degan laqabi bor edi. Notilining qo'lida ilm mantiq ilmini, handasani, falakiyotni o'rgandi. Ba'zi falsafiy masalalarda qisqa muddatda ustozni o'zib ketdi.
Keyin mustaqil o'zi kitob ko'rishlikni boshladi. Falsafa va mantiq bo'yicha. Uni ustozi Abdulloh Notili Ibn Sinodagi iqtidorni, qobiliyatni ko'rganidan keyin otasiga aytdi: "Bu bola ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullanmasin." Haqiqatan undagi iqtidorni ustozi ko'rdi. Otasi o'g'li Ibn Sinoga kerak bo'lgan hamma sharoitni qilib berdi va faqat bu kishi ilm bilan shug'ullandi. Bu kishi tinmasdan mutolaa qildi, tabobatdan tashqari boshqa ilmlarni ham o'zlashtirdi. Optika deyilyapti, kimyo, fiqh kabi fanlarni o'qidi. Xususan tabobatni o'rgandi va qayta aytyapmiz, ko'proq diqqati mana shu tabobatga qaradi. Ammo tabobatni oson o'rganganligi bilan falsafani o'rganishi oson bo'lmadi. Subhanalloh, Alloh taolo insonga har xil iqtidor bergan. Bo'lmasa o'sha kalla, o'sha zehn, lekin bitta ilm kallasiga kirmayapti. Kullul muyassarun lima xuliqalah deganlar Rasululloh, har bir kishi uchun u uchun yaratilgan narsa oson bo'ladi. Masalan, siz til o'rgana olmaysiz, ammo matematikada kuchlisiz. Bo'ladi. Yoki uni teskarisi. Bu kishi falsafani o'rganishiga qiyin bo'ladi. O'zi haqida aytadi: "Ilm va qiroatni o'rgandim. Mantiqni va falsafani hamma juz qismlarini takror o'qib chiqdim. Shu vaqtda bironta kechani to'laligicha uxlagan emasman. Kunduzlari ilm bilan shug'ullanar edim, imkonim yetganicha bor kitoblarni to'plar edim. Men uchun Arastuning Ma varot tabiya kitobi tushunishim juda qiyin bo'ldi, metafizika kitobi. Agar endi bu tarjima qilsak, tabiatning ortidagi narsa degani. Arastuning mana shu kitobini tushunishim qiyin bo'ldi. 40 marta o'qidim, lekin tushunmadim. Tushunishdan umidim uzildi deydi. So'ngra Farobiyni mana shu Fi ag'roz ma ba'da tabiya kitobini o'qidim, metafizikaning maqsadlari haqidagi sharhini. Keyin tushundim deydi. Qarang, Farabiy bu falsafa uchun yaralgan odam degani. Ibn Sino 40 marta o'qib tushunmagan narsani Farabiy bir marta o'qidi, tushundi va sharh ham yozib qo'ydi. Shuning uchun bir sohada aqlingiz yetmasa bo'ldi, men kallam to'p ekan deb nima qilmaslik kerak ekan? Tushunmaslik kerak ekan. Aytganmiz u, maktabda o'qishi zo'r bo'lmasa bolangizni hunarga bering. Ehtimol hunarda bir tengsiz bir usta bo'lib yetishar. Shuning uchun bolalarimizda maktabda o'qishlik yaxshi bo'lmasa-la, ko'mib qo'ymaylik ularni umidini. Maylimi? Ehtimol uyattirib qo'yarsiz bilan bizni. Farabiy falsafa uchun yaralgandagilar. Bir marta o'qib, tushundi, sharh ham yozdi. Qaysi kitobga? Arastuning kitobiga. Uni 40 marta Ibn Sino o'qib nima qilmagan edi? Tushuna olmagan edi. Demak, bunga ham bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shuncha aql zakoti bilan tushunmadi, chunki u kishiga bu narsa berilmagan edi. Ibn Sino aytadi: "Biron tibbiy masalani hal qilishda ikkilanib qolsam, yechim topolmay qolsam, masjidga shoshilar edim." Nimaga? Hamma narsani xoliqi mushkulamni hal qilib bergunicha, qiyin narsani yechib bergunicha tinimsiz unga duo iltijo qilar edim. Qayerga borar ekan? Hozirchi, "Mo doktor" deydi, "Alloh xudo deyapti, bolam qara" deydi. Hali eski enalarimiz. Hozir hammasi Alloh xudo deydi, alhamdulillah. Chunki doktor desa, medik desa, tabib desa bu ateist bo'lish kerak edi-da. Amma yoki amaki, shifo Allohdan. Biz faqat sababmiz. Duo qiling, namozda so'rang, biz ham duo qilamiz desa, hali tabib duo qildi, g'alati-da. Bu kishi ruhoniyatining oliyligini ko'ring. Nima qilsamikin, kimga borsamkin masjidga kelyapti. Masjidga. Ibn Sinoning ruhoniyati mana shunday oliy inson edi. Har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha geniy bo'lmasin, birodarlar, odam bolasi baribir banda. U ojiz, u zaif. Bilgan narsangiz ham tilingizga kelmay qolishligi tez-tez bo'lib turadimi? Tilim juda turibdi, ayta olmayapman deysiz. Ma'da turibdi. Nima qila olmaysiz? Shuning uchun har bitta ishimizda birodarlar tavakkal Alloh deyishligimiz kerak. Allohga tavakkul. Ibn Sino aytadi: "Uyimga kech kirganda qaytib borib, oldimga chiroqni qo'yib, kitob mutolaasi bilan yoki yozish bilan band bo'lar edim. Agar charchab ketsam yo uyqum kelib ketsa, o'rnimdan turib borib, biror bir ichimlikni ichardim-da, o'zimga quvvatim qaytgandan keyin o'tirib yana davom etardim." Ya'ni bir tunni to'laligicha uyqu bilan o'tkazgan emasman. Ya'ni uyquga berilmaganman degan. Agar talab ilm birodarlar, qaysi sohani talab ilmi bo'lmasin, o'zini nafsini mana shunday bir jid bilan mahkam ushamasa, bir narsaga albatta erisha olmaydi. Ibn Sino
xayr ehsonni, saxovatni yaxshi ko'radigan kishi edi. Odamlarning orasida ozgina bir nomi chiqib qolganidan keyin tabib deb odamlarni bekarga davolar edi. Ham tajriba, ham xayr ehson. Ilmini nimasi? Ehsoni. Hunarini ehsoni. Tabiblar davolamay qolgan ayrim bir bemorlar bo'ladigan bo'lsa, muolaja qilardi, olib kelib davolardi bepul. Ana shu paytdagi amirlardan biri Mansur ibn Nuh as-Somoniy, Somoniylarning amirlaridan, Buxoroning amirlaridan. Uni bir dardi bor edi, hech qaysi tabib davololmayotgan edi. Ibn Sinoni mana shu shaharda atilib, aytilib, nomi chiqib qolganidan keyin uni ham taklif qilishdi. Ibn Sino keldida mana shu amirning dardiga shifo topishlikka muvaffaq bo'ldi. Mana endi Ibn Sinoning oldida juda katta eshiklar ochildi. Bu yosh tabibning oldida imkoniyatlar kattasi ochildi. Mansur ibn Nuh Ibn Sinoni o'ziga yaqin qildi. Somoniylarning kutubxonasi o'sha davrda butun o'rta va yaqin sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi. Ibn Sinoga eshiklar ochildi. Endi tinimsiz mana shu kutubxonadagi kitoblarni mutolaa qilishlikka kirishdi. Shunday qilib bu kishiga mana aytayapmiz. Qarangda, nimasi bilan tanildi? Reklama bilan emas, PR bilan emas, like bilan emas, ilmi bilan, mehnati bilan, xayr ehsoni bilan, sabr toqati bilan. Mashhurlik qo'lmaydi, ukalar. Mashhurlik sizni topib keladi, agar shunga loyiq bo'lsangiz. O'zi musulmon odam mashhurlik quvmaydi. U oldiga intila olmaydi. Agar shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo shu mashhurlikni berib qo'yadi. Mana bu kishi mashhurlikni quvmadi, yoki 21-asrda vabosi bu mashhur bo'lishlik, birodarlar. Buni ko'p gapirdik. Endi Mansur ibn Nuh vafot etdi. Uni o'rniga o'g'li Nuh ibn Mansur as-Somoniy o'tirdi. Bu o'g'li ham Ibn Sinoga katta bir inoyat, muruvvat ko'rsatdi. Tirikchiligi, yashashi bekami ko'z bo'lib qoldi. Demak, kim ilm bilan shug'ullanishlikka katta imkoniyat ochildi. Va mana shu qornini to'g'ligi, jonini tinchligi, tirikchilik tashvishidan uzoq bo'lganligi Abu Ali ibn Sinoni ilmida o'zini aksini topdi. Juda ko'p ishlarga u kishi imkoniyati bo'ldi, juda ko'p ilmiy kashfiyotlarni qildi. Mana shu narsaga birodarlar, savdogar aka-ukalar, ahli davlatlar e'tibor qilishligi kerak. Ya'ni ilm bilan mashg'ul insonlar, talab ilmlarga ta'lim berayotgan ustozlar, bular tirikchilik tashvishini qilmasligi kerak. Ularga bu masalada ko'mak ko'rsatishlik kerak. Maktab o'qituvchilariga ham birodarlar. Maktab bizdan pul so'rayotgan bo'lsa, uyataylik. Maktabda, muallimlarda ahli ilmlarni qo'llashlik kerak. Birodarlar, agar shunday qilsak, yurtni, xalqni yuksalishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Xalq orasida ilmli bo'lishlik, ilm bilan shug'ullanishlik, bizning tilda modniy bo'lgandan keyin shu yurt o'sadi. Bitta Nobelskiy premiya olgan ham chiqib qolsin shahrimizdan. Chunki zo'r iqtidorli bolalar bor, bularga biroq qaramaydi. Ibn Sino ximiya, matematika, handasa va boshqa ilmlarda ham faoliyat olib bordi. Bu kishini ayrim kitoblardan aytamiz. Kitoblari birodarlar 400 tadan ko'p bo'lgan. Muxtasar al-Awsat fil Mantiq kitobi, Al-Mabda val Ma'ad kitobi, Arsadul Falakiyya kitobi va u kishining eng katta va eng mashhur kitobi bu tabobat ilmida yozgan kitobi Al-Qonun. Qoraqoniylar 999-yil Buxoroni zabt etib, Somoniylar davlatini ag'dargandan keyin Ibn Sinoning hayotida ham tashvishli kunlar boshlandi. Chunki taxtini oldirib qo'ygan amirga yaqin bo'lganligi uchun bu kishini ham qamashdi. Vaholanki ilm kishisi edi bu kishi. Qamashdi, keyin u kishi chiqdi qamoqdan. Chiqdi-da, lekin baribir orqasidan qidirilib yurilganligi uchun o'zini do'sti Ibn G'olib Attorning uyida turdi. Birodarining uyida majburiy o'tirishlik davrida juda ko'p kitoblarni ta'lif qildi. Ko'chaga chiqa olmaydi. Qidiruvda bo'lishiga qaramasdan, mana shunday qiyin holatda bo'lishiga qaramasdan bekor o'tirmadi. Kitob yozdi, kitob yozdi, kitob yozdi. Chunki bu kishilar hayotini avvalida o'qigan, to'plagan, endi hayotini bir muddat ekanda to'plagan narsasini tashqariga chiqargan. Bizgachi hozir sredniy statistika bitta o'rtacha odamning qo'liga ruchka bilan qog'ozni berib, diktant yozdirsangiz,
Tushuninglar, savodsiz bo'lib ketdik. Savodsiz bo'lib ketdik. Bu darslarimizdan aytmoqchi bo'lgan xulosamizni yig'indisa akalar, ilmga qaraylik. Bolamizda ilm bo'lsa, unga sarflaylik. Agar yonimizda odam bo'lsa, bolamizda bo'lmasa, unga sarflaylik, qaraylik, ilmga qaytaylik birodarlar. Ilm bilan yuksalamiz. Mana u kishi o'tganiga 900-yilda tug'ilgan bo'lsa, qancha o'pti? 1100 yil o'pdimi? 1100 yildan beri ismi nimaga aytilinyapti? Ilmi uchun. Ilmi uchun, puli uchun, chiroq uchun, solib qo'ygan imorat uchun, qilgan to'y, mingan mashinasi uchun emas. Ilmi uchun. Ibn Sino to'siqlarda oldida to'xtab qoladigan odam emas edi. Mana shu narsa hamma ulug' insonlarda hayotida ko'ramiz. Muammo chiqsa, mushkula chiqsa, chat qo'lini ko'tarib taslim bo'lib qo'ygan emas. Imom Navaviyda aytdik, tirishligi juda og'ir bo'lgan. Bir oyda bir go'sht yeradi, 2 haftada bir go'sht yeradi. Madrasani kichkinagina bir hujrasida tirishlik o'tkazardi. 45 ga kirib o'lgan edi bu odam. 45 ga. Abdul Qodir Jiloniyda mana kecha suhbatlashdik. Suvdan oqib keladigan yeguli narsani olib beradi. Payg'ambarimizning zurriyotidan bo'lgan kishi. Yirtiq yamoq kiyimlarni kiyib yurar edi. Xaroba uylarda tomlarga chiqib tunar edi. Lekin qo'lini nima qilmas edi? Taslim bo'lib tushirib olmas edi. Bizning zamonimizga qarab turib, odamlarning besabrligini ko'rasizda. Ozgina bir qiyinchilik bo'lib qolsa, shart o'qish tashlab yuborgan. Domlasi bir marta qattiq gapirib qolsa, orozlab kelmay qo'ygan. Ibn Sino ikkinchi darajalik narsani, ikkinchi sort narsani yaxshi ko'rmas edi. Abu Mansur Jibahi bilan nahv ilmida, arab tilida bahs qilib qoldi. Bahs qilib qoldi, yengilib qoldi. Jibahi lug'at ilmida kuchli ekan. Endi Ibn Sino bunga ko'nmaydi, bunga rozi bo'lmaydi. Qanday qilib mag'lub bo'lib qolaman? Qanday qilib past kelaman bu masalada? Dedi-da 3 yil faqat arab tili bilan shug'ullandi. 3 yil faqat lug'at ilmi bilan mashg'ul bo'ldi. Natijada arab tilini eng qadimiy bir nozik, g'arib so'zlarini o'qib o'rgandi. Va mana shu 3 yil ichida 3 ta qasida yozdi. 3 ta kitob yozdi, ichida qasida arab tilida. Qasidasi bor 3 ta kitob yozdida, shu eski qadimiy so'zlardan ichiga yozdi. Bir varaqqa ana shu qasidalardan bittasini ko'chirib turib, qadimiy, g'arib so'zlari bor. Halining ustiga suv sepdi. Ho'l bo'lgandan keyin quritdi. Yana suv sepdi, quritdi, optoy qo'ydi. Xullas, uzoq, ya'ni qadimgi varaqlarga o'xshab qoldi. Keyin podshohning huzuriga kirgizdi maktubni. Jibahi shu yerda o'tirgan edi. Imom Ibn Sino yengib qo'ygan. Podshoh uzatib turib, bu tilshunos olimda, qani o'qib bizga sharhlab bering-chi dedi, o'qib sharhlab bera olmadi. Shunda Ibn Sino o'zi keldida, o'zi sharhlab berdi ekan. Va keyin aytdi buni o'zi yozganligini. Yana aytmoqchi bo'lganimiz, Ibn Sino doim yuqori narsalarga intilib yashagan. Himmati oliy bo'lgan. Ikkinchi sort narsaga ko'nmagan. Past narsaga ko'nmaylik. Tushadigan joyimiz plintusga tushib qoldik o'sha. Dunyo bozorida, ummatlar orasida qaraydigan bo'lsangiz, biz polda turibmiz o'zi. Endi ko'tariladigan payt keldi. Ilm bilan, ma'rifat bilan, dinimizni mahkam ushlashlik bilan, birodarlar. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Bismillahirrohmanirrohim. Asrorul uzamo, ulug'larning sirlari deb nomlangan darsimizni navbatdagisi kecha tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino haqida dars boshlagan edik. U kishining yoshligi, ilm olishligi, u kishining iqtidori, aqliy imkoniyatlari haqida batafsil to'xtalib o'tgan bo'ldik. Mana endi birodarlar davom etkazamiz. Demak, Abu Ali ibn Sinoning laqabi Shayxur Rois. U kishi astronomiya ilmini ham yaxshi ko'rib o'qib o'rgandi. 8 yil shu ilm bilan mashg'ul bo'ldi. Mana shu ilmga oid bo'lgan kitoblarni o'qidi, xususan Ptolemeyni va boshqa olimlarning kitoblarini o'qidi. Va juda qisqa muddatda mana shu astronomiya ilmiga atab yozilgan Al-Insof fil Arsod kitobini yozdi. Ya'ni astronomiyada ham ilmga ega bo'lgan va kitob yozgan. Demak, ilm ketidan ilm o'rgangan, bitta ilm bilan to'xtab qolmagan, hamma ilmlardan kerakli miqdorda u kishida bo'lgan, lekin asosiy ishi baribir tabobat edi, meditsina edi. U kishining qilgan mana tabobatga taalluqli bo'lgan kashfiyotlari, ilmiy izlanishlari juda ham ko'p. Ayrimlarni o'qib o'tamiz. Ibn Sino birinchi bo'lib kasalni bir odamdan ikkinchisiga yuqishligi haqida so'z ochgan edi. Kasalni yuqmaydi deb ishonadi u davrdagi odamlar. Diabet, sahr. Diabet kasalligini
u siydigini holati, shu jumladan undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi. Diabet kasalligida siydikda qand moddasi bo'lishini 1775-yilda ingliz olimi aniqlagan edi. Ya'ni bularning kashfiyoti bo'lib ketdi, lekin o'zi asli bu ingliz olimidan 700 yil avval Abu Ali ibn Sino bu haqiqatni kashf qilib qo'ygan edi. Tabobat tarixida birinchi bo'lib Ibn Sino vabo bilan o'latni o'rtasini farqlab bergan edi. Meningit, oshqozon yarasi, sariq kasalligi, plevrit, mohol, zaxm, qizamiq, suvchechak, kuydirgi kabi kasalliklarni belgilashdi va ularning kechish jarayonini puxta qilib tasvirlab bergan edi. Quturish kasalligining ko'rinishlari, uni yuqumli xarakteri, bemorning bu kasallikdagi holatini juda to'g'ri aniqlab bergan edi. Keyin 1804-yilda, 800 yildan keyin Yevropalik olim Tsimke quturgan hayvonning so'lagi yuqumli ekanligini tasdiqlagan edi. Qaranglarda, yangi har qanday narsa yaxshilab unutib olgan eski narsa degan gap bor. Tushunarli bo'ldimi? Avval bu narsa bo'lgan, yaxshilab esdan chiqarib oldik, buni yangilik qilib kashf qilib kelishdi. Abu Ali ibn Sino ulardan 700 yil, 800 yil burun bu narsani kashf qildi, lekin siz bilan biz buni ko'tarib chiqmaganligi uchun g'arblar bizni kashfiyotni ko'tarib chiqdi, indamay turibmiz bu yerda. Yelka suyagini chiqishini oddiy bosish yo'li bilan davolashlik ham Ibn Sinoga tegishli. Hozirgacha mana shu uslub Avitsena usuli deb ataladi. Umurtqani qiyshayishini Ibn Sino o'zi ixtiro qilgan yog'och moslama yordamida tuzatgan. Bu usulni 15-asrda fransuz tabibi Kalo yana qaytadan kashf qilgan. Yana qaytarib aytyapmiz, bizni bobo-kalonimiz kashf qilgan narsani biz o'rganib, olib chiqib taqdim qilmadik xalq haloyiqqa, dunyoga boshqalar kashf qilib. Yana u kishining qilgan kashfiyotlardan bittasi suyaklarni gipslash usuli ham Ibn Sino tomonidan keng qo'llangan, lekin keyinchalik bu uslub esdan chiqib ketgan. Yevropalik tabiblar tomonidan 1852-yilda yangi ixtiro sifatida olamga taqdim qilingan. Jarrohlikda anesteziya masalasiga alohida e'tibor berilgan. Haligi og'riqni sezdirmaslik uchun ishlatiladigan narsa anesteziolog deydi. Anesteziologiya bo'yicha Ibn Sino katta e'tibor bergan shu masalaga. Buning uchun u afyun, mingdevona, nasha va hokazo narkotik ta'siriga ega bo'lgan dorilardan foydalangan. U kishining ishlaridan yana bittasi kasallikni davolashda Ibn Sino shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor berishlikni ta'kidlagan. Hamda uyquni tartibga keltirish va jismoniy mashqlarning ahamiyatini katta ekanligini uqtirgan. Nimani ahamiyatini? Sportni. Mana Ibn Sinoning hikmatlarini ham o'qib beraman suhbatimiz oxirida. Hozir ayni mana shu sportga taalluqli, jismoniy mashqlarga taalluqli bo'lgan ayrim hikmatlarni o'qib beraman. Bu tabiblarning tabibi, tabiblarning ustozi sport haqida nima deyapti? O'z vaqtida me'yori bilan badan tarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi. To'g'rimi doktorlar? Me'yorida, o'zini o'rnida jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan odamga dard yaqin yo'lamaydi. Masalan, shu yugurishlik bilan, terlashlik bilan, jismoniy harakatlar bilan juda ko'p kasallarning oldi olinadi. Yana aytar edi. Badan tarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori darmonga zarurat qolmaydi. Buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilishlik ham shart. Endi sport ekan deb turib bir yo'li o'lib olmasin. Mana shu sport bilan doimiy shug'ullanayotgan bir jamoa akalarimiz bor, yosh 50 ustida. Shulardan bittasi 20 ming so'mlik ukol olardi ekan. 1 yil, 1,5 yil shu Timropga kelib shug'ullanib yurib, shu dorilarni olmay qo'yibdi. Tushuninglar, 20 ming so'mlik ukol bilan yurar ekan. Shuni qilmasa bo'lmaydi 1 yilga. Tushuninglar akalar, sportga qaytish kerak. Bu haligi yoshlar qiladigan ish emas. Bu har bitta musulmon qilish kerak bo'lgan narsa. Bolalarni tarbiya qilaman demanglar, ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni tarbiya qilinglar, deyapti hakim. Bolangni tarbiya qilaman dema, baribir senga o'xshagan bo'ladi. Sen o'zingni tarbiya qil. Shunda bolangni tarbiya qilgan bo'lasan. Bolam, bu sigaret yomon narsa, chekmagin deb tursa, sport bilan shug'ullanishlik kerak desa, chiqib o'zi bir 4 qadam yugurib qo'ya olmasa.
Mana shu sport bilan shug'ullanishlik, birodarlar, bir qandaydir kollektivga qo'shilib olishlik kerak. Chunki uyda begovoy darashkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar. Yo, ko'proqmi? Xo'p, shunaqa bo'pti. Endi bir hafta deylik. Begovoy darashkani palon pulga qiziqib olganlarning 99% ning uyida chang bosib turibdi. Shu gapim to'g'ri bo'lsa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Uyga turni qilib qo'yganlar. Bir oyda necha marta osilasizlar. Agar siz o'sha bir sport bilan doimiy shug'ullanadigan bir jamoaga a'zo bo'lsangiz, bir kollektivga, "Haylar, nima kelmayapsan? Kelmasang 500 so'm ishtirab" dedi-da, holimizdan nima qiladi? Qistab olib ketadi. To'g'ri aytayapmanmi? Hatto ayrim akalarimizni ko'rdik, garderobini almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki shu semirib ketgan kiyimlari keyin haligi kostyumini kiysa, xuddi akasini kostyumini kiygandek bo'lib qolgan. Tushuninglar akalar, sport bilan shug'ullanishlik bizning xohishimiz, bizni nimamizdagi ixtiyorimizdagi narsa emas, biz vojib bu. Tushuninglar, siz o'zingizga sog'ligingiz kerak bo'lmasa, xotiningizga kerak, bolalaringizga keraksiz, jamiyatga keraksiz. Tushuninglar shu narsani. Mana Ibn Sino aytayapti. Badan tarbiyani tark etgan odam aksari xarob bo'ladi. Zero harakatsiz qolgan a'zolarning quvvati zaiflashadi. Suyak unga doim nagruzga kelib ezilib tursa quvvat olar ekan. Suyakka yuk tushib tursa, ine quvvatli bo'lar ekan. Bekorchilik va ayshi ishrat nafaqat nodonlik olib keladi. Ayni vaqtda kasallikning tug'ilishiga ham sabab bo'ladi. Demak, Ibn Sino mana shu jismoniy mashg'ulotlarga, sportga juda ham qattiq e'tibor bergan. U kishining ishlaridan Ibn Sinoning bir kasallikni boshqa bir kasallikni chaqirish yo'li bilan davolash uslubi ham e'tiborga molik. Bitta kasaldan qutulish uchun ikkinchi kasalni yuqtirish kerak. Masalan, u tutqanoqni davolashda 4 kunlik isitma bilan og'rishni foydali deb biladi. Tutqanoqni davolayotganda 4 kun istimaga kirsin der ekan. Chunki 4 kun isitma bo'lganda, demak shu tutqanoqni nima qilar ekan? Yengib olar ekan. Endi qarab turing. Mana shu uslubni qo'llab Avstriyalik psixiatr Wagner 1857-1940 yilda yashagan. Shu uslubni qo'lladida zaxm kasalligini nima bilan davoladi? Bezgak kasalini yuqtirish bilan davoladi. 1927-yilda Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Bizi bobomiz keltirib qo'ygan uslub bilan bir kasalni davolash uchun boshqa kasalni yuqtirdi, Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Mana shuncha ilmlardan xabardor bo'lgan, lekin asosiy ishi tabobat bo'lgan. U kishi o'zini asrini birinchi raqamli tabibi bo'lgan edi. Birinchi raqamli tabibi. U kishining kitoblari boshqa tillarga tarjima qilinganidan keyin 400 yilgacha yer yuzidagi birinchi tabib o'rnida turdi. Musulmon, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan, Qur'onni 10 yoshigacha yodlagan, 5 mahal namoz o'qigan, roza tutgan, zikr aytgan, sunnatlarga amal qilgan olim 400 yilgacha yer yuzining eng birinchi raqamli tabibi bo'lib turibdi. Birodarlar, din to'smaydi, din rivojlantiradi ilmni, din ilmga turtiydi odamlarni. Diniy bilimni o'qisang, to'xtab qolasan, unaqa gap yo'q. Agar diniy bilimni o'qib turib, dunyo bilimiga intilmayotgan bo'lsangiz, diniy bilimni tushunmaysiz siz. Siz o'zingizga kerak bo'lgan farzi ayin bo'lgan ilmni o'rgandingiz. Endi qolgani farzi kifoya diniy ilmda. Bir toifa odamlar kat diniy ilmda chuqurlar bilan shug'ullansa, qolganlardan soqit endi chiqing. Dunyo ilmiga ham o'ting, agar qo'lingizdan kelsa. Ibn Sinoning eng mashhur kitobi Al-Qonun va Imom Rozining ana shu eng mashhur kitobi Al-Mansuri fi Tib. Mana shu ikkala kitobi 17-asrgacha Yevropaning eng katta jamiyalarida o'qitiladigan asosiy kitob bo'lgan edi. Biz hozir kimlarga murojaat qilyapmiz? Palonchining kitobi, Po'kinchining kitobi deb turib g'arbda olyapmiz-da. Lekin ular birodarlar 17-asrgacha bizni bobo-kalonlarimizning kitobini o'zlariga asosiy manba deb bilgan. Ximiya sohasidan bu kishi izlanishlar olib borgan, o'zini xos laboratoriyasi bo'lgan edi, juda ko'p ilmiy tajribalarni o'tkazar edi. Ibn Sino yana ta'lim, tarbiya ilmida ham olimlardan edi. U kishini As-Siyasa deb nomlanadigan kitobi bor. Mana shu bir inson tarbiyasi, farzandlarning tarbiyasiga alohida mana shu to'xtalib o'tgan shu kitobida. Ibn Sinoning fikriga ko'ra, bolani tarbiyasi
uni hayotini avvalidagi bo'lib, keyin to'xtab qoladigan narsa emas edi. Ibn Sinoning nazarida tarbiya bola tug'ilgandan boshlab jamiyatga kirgungacha bo'lgan davrda davom etadigan ish edi. Yana alohida aytadigan gapi tarbiyada. Bolani maktabga borishdan avvalgi davrida ruhiy va zehniy tomoniga ko'proq e'tibor berishlik kerak edi. Mana shu davrda bolaning shaxsiyati shakllanadi. Birodarlar, 7 yashargacha dunyoqarash shakllanadi. 7 yashargacha oq-qorani ajratadi. 7 yashargacha yaxshi yoki yomon odatlarni o'ziga yuqtiradi. Shuning uchun 7 yashargacha poshshodaqa muomala qildi degan biz ota-bobolarimiz. Endi ilm o'qitishlik, ta'lim masalasida esa Ibn Sinoning fikri hammaga bir qolipdagi shablon uslubida dars berishlikni to'g'ri deb bilmas edi. Balki har bitta bolani iqtidori, qobiliyati va nimaga moyilligiga qarab turib alohida unga ta'lim berishlik kerak edi. Ya'ni tilga qiziqadigan bo'lsa, ko'proq urg'u tilga berilsin. Matematikaga iqtidori bo'lsa, uklon qayerga bo'lsin, matematikaga bo'lsin. O'quvchiga mukofot va jazo uslubini ham u kishi qo'llashni kerak deradi. Endi jazo deganda u bir yetini sindirib yuborish, jonini achitish, hali achchig'ingizni unga chiqarib olish emas. Qilgan xatosini tushuntirib qo'yishlik. Agar xato qilgan bo'lsa, undan domla yuz o'girib olishi, gapirmay qo'yishi, o'zidan nari qilishi, ogohlantirishi, shunda ham bo'lmasa bir yengil nima qilishi, kaltaklashligini Ibn Sino kerak degan ekan. Maqsad jonini ortib, sindirib qiynash emas, xato qilganligini muloyimlik bilan nima qilish, tushuntirishlik. Ibn Sino, Alloh shuni rahmat qilsin, yashagan davri siyosiy barqarorliklar davri edi. Inqiloblar, qo'zg'olonlar, urushlar, ammo bu narsalar Ibn Sinoni o'zini ilmiy faoliyatini yuritishlikdan to'xtatib qo'ygani yo'q. 450 taga yaqin kitob yozgan. 60 ga kirmagan odam. Shundan 274 tasi bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bulardan 80 tasi falsafaga tegishli bo'lgan, 40 tadan ko'prog'i tabobatga oid bo'lgan. Yana undan tashqari u kishining yozgan kitoblari qaysi fanlar bo'yicha edi? Mantiq, psixologiya, tibbiyot, astronomiya, matematika, musiqa, kimyo, axloq, adabiyot va tilshunoslik. O'zi bitta universitet o'qigan ekanmi? Mana shu ilmlarda bittasi bitta fakultet, bilasizlarmi? Filosofiya fakulteti deydi, tibbiyot fakulteti deydi, matematika fakulteti deydi, ximiya fakulteti deydi. Qarangda. Bu odam o'zi bitta universitet bo'lgan. Yana 60 ga kirmagan bu kishi vafot etgan edi. U kishini falsafasi haqida so'z aytadigan bo'lsak, bu juda ham darsimiz cho'zilib ketadi. Mana u kishini ayrim hikmatlarini o'qib beraman. Hikmatlari. Hikmat nima? Kishi o'qib o'rganib, yillar davomida to'plagan aqliy boyligi. Mana hozir eshitaylik, Ibn Sinoning mana shu to'plagan boyligi bizga 2 qator, 3 qator so'zda namoyon bo'ladi. U kishi aytar edi. Ilm narsalarni inson aqli yordami bilan o'rganishlikdir. Yana aytar edi. Kundalik rizq haqida ko'p qayg'uraverma. Shu bilan mol orttiraman deb o'zingni qiynaverma. Chunki har kim o'zining nasibasidan ortiq bir dona ham don yeya olmaydi. Moli dunyoing seni aldamasin. Chunki asragan moli dunyoing boshqalarniki bo'ladi. Ularni sarf eta olsang, o'sha seniki bo'ladi. Ishlatmading, to'plab qo'yib ketdingmi, boshqalarga o'tdi. Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli, nafratli narsa hirs va g'azabdir. Boshqalarda ko'rganni juda qattiq istamasliging ham qanoat hisoblanadi. Ya'ni kuningga rozi bo'lish deganida bu-chi? Ey hoyu havasga berilgan nafs. Ey hoyu havasga berilgan nafs, tez bo'l. Chunki sen bir nafasning himoyasidadirsan. Nima degani? Seni ushlab turgan narsa bitta nafas. Kirdi, chiqmay qoldi, tugading. Chiqdi, kirmay qoldi, tugading. Sen o'zi bitta nafasning hukmida turibsan. Tezroq bo'l, ya'ni savobli ishlarni qilishlikka. U kishining bir ajib so'zlaridan: men ko'p joylarni kezdim va olam ahvoliga qaradim. Unda hayronlik kaftini iyagiga tirovchi yoki pushaymonlik barmog'ini tishlab turishidan boshqani ko'rmadim.
Odamlar shu ikkitadan bittasi ekan. Yo hayotning ishiga hayronlar bo'lib turganlar, yoki o'tkazgan kuniga pushamoyi barmog'ini tishlab turganlar. Jur'at degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, bir narsani qilishlikka, hisob-kitobni qildik, rashyot qildik, tavakkal qilib kirishib yuboraveraylik. 7 o'ylab bir kes deyiladi. Bizda shu 77 marta o'lchab turib, bir marta ham kesmay olib ketgan odamlar. 7 o'lchab bir kesish kerak. O'lchashda maqsad nima edi? Kesishida. Qarang. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir. Biznes qilyapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, ilmga kirishyapmiz, nimadir qilyapmiz. Shunda ikkilanish paydo bo'ladi. Bo'larmikin? Qana bo'lar ekan? Qadam bosib ko'ring-da. Siz sababini qilib Allohga tavakkal qilib qadam bosing-da, Alloh shunaqa iqtidoringizni ochib qo'yadi. U iqtidor qachon ochiladi, bilasizmi? Burchakka taqalganingizda. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'i. Falak juft soqqaga o'xshaydi. Olam uning taxtasiga. Ajal o'ynaydi, bizlar donai xom. Har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, ya'ni boshidan o'tkazgan kunlardan tajriba chiqarishni, xulosa chiqarishni bilsa, avvalgilarda tajribasidan foydalanishni bilsa, har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, boshi qattiq otga o'xshagan bu falak unga bo'yinsunaveradi. Hayo insonning abadiy go'zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o'xshaydi. Mana birodarlar, ayrim hikmatlarni o'qidik. Mana shuncha ilmlarda olimlik darajasiga yetgan, 400-500 yil tabobat ilmining sultoni bo'lib turgan Ibn Sinoni hayotiy kuzatishlari, u kishining tajribalari, hikmatlari. Ibn Sino yoshi 60 ga qarab yaqinlashar ekan, g'ayrati, shijoati so'nib qolgani yo'q. Umri davomida to'plagan ilmini ummatga xalq yetkazishlikda u kishi harakatdan to'xtab qolmadi. Ammo umrining oxiriga borganda birodarlar, u kishiga bir dard yetdi. Dard og'ir bo'ldi. Bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi, bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi. Xullas, o'zini davolashga kirishdi. Dorilarni ko'p iste'mol qildi, ammo foyda qilmayotganligini ko'rdi-da, dardini davolashdan umidini uzdi. U kishining atrofidagi tabiblar kelib davolamoqchi bo'lishganida, ularga qarab turib, tabobatni men o'rgatganman sizlarga. Bu dardimni davoyi yo'q dedi. Kim davolamayapti o'zini? Davolovchi o'zi dard berdi-da. Endi uni davosi faqat ajal. Keyin dedi. Qora tuproq qa'ridan tortib to Zuhal cho'qqisigacha bo'lgan dunyoning hamma mushkul masalalarni hal qildim. Men har qanday makr va hiyla tuzog'idan qutulib chiqa oldim-u, ammo o'lim tugunini yecha olmadim. Shundan keyin g'usl qildi, istig'for aytdi, molini kambag'allarga sadaqa qildi, Allohdan savob umidida qo'lidagi qulini, xizmatkor yigitini qulini ozod qildi va har 3 kunda Qur'onni xatm qilishga kirishdi. Hayotini boshi Qur'on bilan boshlangan edi birodarlar. Hayotini oxiri nima bilan tugayapti? Qur'on bilan tugayapti. Shunday qilib, tabiblarning sultoni, eng ulug' tabib Abu Ali ibn Sino o'zini dardiga davo topishlikka imkoni bo'lmadi va 428-yilda vafot etdi. 980-yilda tug'ilib, milodiy 1037-yilda vafot etdi. Shu payt u kishining yoshi 57 yoki 58 ga yetgan edi. Mana birodarlar, siz bilan biz atini aytib faxrlanadigan, butun yer yuziga tabobat ilmini o'rgatgan, 500 yillab, 600 yillab yer yuzidagi birinchi raqamli tabib bo'lib turgan bobomiz Abu Ali ibn Sino rahmatullohi alayhi haqida Alloh bizga bildirgani va sizlar yetkazganga imkon topganimiz mana shu bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishlikni va ularga iqtido qilishlikni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada